Hop va eng muhimi hozir kontraktga qanaqa sizlarga hujjatlar kerak bo'ladi o'qishga kirish uchun va grantga qanaqa dokumentlar kerak bo'ladi o'qishga kirish uchun. Kontraktga o'qishga kirmoqchi bo'lsangiz, hammada hozir Zagran pasport bor. Agar bo'lmasa olish kerak bo'ladi Zagran pasport va o'rta ta'limni tugatganligingiz haqidagi guvohnoma yoki shahodatnoma yoki diplom kollej diplom bo'ladi. Hammasi 3 ekan bu yerda va yoki bunaqa aytishadi 11-klassda 11-sinf tugatganingizda yoki mana bu elektron hozirgi yosh pakaniga berilayotgan elektron shahodatnoma. Uni salomat tashlaysiz. Xo'p, mana shu narsalar kerak bo'ladi. O'qishga kirishlaring uchun meni kontraktga bu kontrakt uchun. Siz agar grantga o'qishga kirmoqchi bo'lsangiz, birinchi o'rinda shu pasportni va o'rta maxsus shu kollej yoki maktab attestati yoki diplomi va eng muhimi shu joyga